Assalomu alaykum. Gruppamiz a'zolari, navbatdagi universal drayverkamiz tayyor bo'ldi. Bu o'zimizga Qo'qon shahar Beshariq tumaniga ketyapti. Klientimiz raqamlari 1698. Xo'p, bu katta motor, 8 kilovat yozuvli. 3000 oborot bo'ladi, lekin kilovat 8 yozilgan bilan 8 kilovat emas, 4 kilovat bo'ladi. Buni narxi 3 million so'm, dostavkasi viloyat markazlarigacha bepul. Hop, telefon raqamlarimiz Qo'qon shahar. Hop, buni hozir ishlatib ko'rsatamiz. Bunda 3 xil setkasi bo'ladi. Mana buni yormaga kepak qilib bergani bitta hashaydagi o'zida. Hop, o'sha xavfsiz drabilkamiz, pichog'i 12 talik. Hashayda o'zi tortadi. Qo'lingiz bilan bosish shart emas. Hozir video davomida ko'rasizlar. Xavfsiz drabilka. Hop, bu qiziganda mana bu yerda o'zi tashlaydigan mana bu yerda oralig'ida kulchatiri bor. Qizisa tashlab yuboradi. Motorimizning og'irligi 40 kilo. Demak, yozib bergan 40 kilo, 8 kilovat yozilgan, lekin 4 kilovat kuchi bo'ladi. Xo'p, metlari mana ochilib yopiladigan, oldi oshiq-moshiqli. Mana hozir bir somon chiqarib ko'rsatamiz. O'sha yerdan video ma'lum qo'shib turibdi. Mana maydaligi. Turgi cho'pdan ham mayda qilib yubordi. Bo'ldi. O'chirib